Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Ramazonning avvalgi 10 kunligi Xudoning rahmati yog'iladigan 10 kunlikdir. Ikkinchi 10 kunligi esa mag'firat 10 kunligidir. Mana endi yil davomida bilib yoki bilmay qilingan gunohlar uchun mag'firat so'raladigan 10 kunlikda turibmiz. Alloh o'zi kechirsin. Bugun biz sizlar bilan islom olamining mashhur ayol olimalaridan yana biri, yaqin zamonamizda yashab o'tgan doktor Aisha Abdurrahmon bint Shoti haqida so'z yuritamiz. Doktor Aisha Abdurrahmon bint Shoti 1994-yilda Faysal xalqaro mukofotini adabiyot sohasida olgan ilk ayol. 20-asrda 9 ta arab universitetida dars bergan yagona ayol. 6 ta arab va islomiy davlatlar tomonidan yuqori daraja bilan taqdirlangan ayol. Shuningdek, arab va islomiy kutubxonalarga 60 ta kitob va 1000 dan ortiq maqola taqdim etgan davrining fenomen ayollaridan. 20 yil davomida Marokashdagi Qarovin universitetida shariat fakultetida mustahkam ilmiy ustun bo'lib qolgan ayol. Qur'onshunoslik faqihasi va meros muhofizi. Doktor Aisha Abdurrahmon bint Shoti 1912-yilda Misrda dunyoga keladi. U o'z davrining barcha mezonlari bo'yicha mutaxassis bo'lgan va uning hayoti avlodlar o'rtasidagi mustahkam ko'plikka aylandi. U 20-asrda diniy merosni har qanday buzg'unchi ta'sirlardan himoya qilishda muhim rol o'ynagan ayollardan. Doktor Aisha Abdurrahmon shaxsida bir necha yuksak shaxsiy xususiyatlar jamlangan va hayotida bir necha muhim ilmiy hodisalar birlashgan. U o'z fikri, she'riyati, ilmiy ishlar va hayot yo'li orqali shuni ko'rsatadiki, asllik, an'anaviylik zamonaviylikning kaliti, meros esa islohot eshigidir. U ayollar uchun ilm olish kamdan kam uchraydigan davrda ta'lim olgan va jahonga mashhur olima bo'lib yetishishga muvaffaq bo'lgan. U islom tarixi, tilshunoslik va adabiyot sohalarida katta iz qoldirgan ayol. Bolalik paytlarida u otasidan ilk ta'limni olgan va Qur'onni yoddan bilgan. Keyinroq u Qohira universitetida tahsil oldi va arab adabiyoti bo'yicha ilmiy darajaga ega bo'ldi. Bu vaqtda ayollar orasida bunday yutuqlarga erishish katta jasoratni talab qilardi. Aisha bint Shoti Qur'on tilshunosligi va tafsir bo'yicha ko'plab ilmiy asarlar yozgan. Islom tarixi va Muhammad alayhisalom hayoti haqida ilmiy ishlarni olib borgan. U islomda ayollarning o'rni haqida yozgan va ularni ta'lim olish huquqini himoya qilgan ayol edi. Uning asarlari nafaqat musulmon olamida, balki butun dunyoda qadrlanadi. Aisha bint Shotining hayotida ko'plab ta'sirli voqealar bor. U o'zining ilmiy yo'lida juda ko'p qarshiliklarga duch kelgan. Masalan, ayollar oliy ta'lim olishi kamdan kam uchraydigan vaqtda u universitetda ta'lim olishni boshlab, ilm yo'lida barcha to'siqlarni yengib o'tgan. Magistr, doktor, professor unvonlarini qo'lga kiritgan. Uning eng mashhur ishlaridan biri Muhammad alayhisalom siyratiga bag'ishlangan asaridir. Bu asar ilmiy jamoalar tomonidan katta e'tiborga sazovor bo'lgan. Bir kuni talabalardan biri unga "Sizga ilmga bo'lgan intilishingizda qarshilik ko'rsatganlari bo'ldimi?" deb savol berdi. U o'zining ajabtovur qarashi bilan shunday javob bergan: "Qizim, ilm jinsni ajratmaydi. Aql bor joyda ilm ham bo'ladi. Ilm bor joyda albatta qiyinchiliklar, qarshiliklar bo'ladi." Bir kuni Aisha bint Shotini bir paytlar o'zi ta'lim olgan universitetga chaqirishadi. U yetib kelganda universitet rektori unga bir parcha qog'ozni topshiradi. Aisha bint Shoti qog'ozni ochib yig'lab yuboradi. Qog'ozda shunday yozilgan edi: Aisha Abdurrahmon bint Shoti bugundan boshlab universitetimizning bosh professor maqomiga ega bo'ldi deb yozilgan edi. Bu esa Aishaning orzusi ushalganini bildirardi. Aisha bundan juda xursand bo'lib, uzoq vaqt ko'z yoshlarini tiyib tura olmaydi. Aisha bint Shoti qattiq ilmga berilgan paytlarida uning otasi kasal bo'lib qoladi. U o'z otasining parvarishi bilan birga ilmiy faoliyatini ham davom ettiraveradi. Hatto otasining vafotidan keyin ham u ilmga bo'lgan muhabbatini yo'qotmaydi. Shunda atrofidagilar Aisha esdan og'ibdi. Otasini o'limi ham unga ta'sir qilmayapti deb masxara qilishadi. Ammo otasining orzusi qizini ilmda biror yutuqqa erishishini ko'rish edi. Aisha shuning uchun mana shu yo'lni mahkam tutdi va 20-asrning eng mashhur ayollaridan biri bo'ldi. Aisha bint Shoti 1998-yilda og'irlashib qoldi. Vafotidan bir necha kun oldin u juda suslashdi. Lekin qo'llaridan qalamni tushirmaganligi aytiladi. Uning oxiri yozgan so'zlari shunday bo'lgan: "Ilm yo'lida hayot kechirish haqiqiy tiriklikdir. Men ketaman, lekin so'zlarim qoladi. Alloh bularning barchasiga guvohdir." U 1998-yil dekabr oyida vafot etdi. Uni Misrda katta hurmat bilan dafn qilishdi. Shogirdlari aytadi:
Ustozimiz hech qachon tahoratsiz yurmagan. Bu ayol nafaqat tarixda buyuk olima sifatida qoldi, balki ilmga bo'lgan sadoqati bilan ham ko'pchilikka ibrat bo'la oldi. Uning ilmiy ishlari va asarlari hali ham butun dunyo bo'ylab o'rganilmoqda. U islomda ayollarning o'rni va ilmning ahamiyatini ko'rsatib bergan buyuk shaxslardan biri sifatida yodda qolmoqda. لن تتعلمي إلا كما يتعلم الصبية هنا في على هذه الأرض.